Sincha, ular aynan shu bosimda to'g'ri ishlash uchun moslashgan. Ularning shakli ham, hayot tarzi ham inson mantiqiga bo'ysunmaydi. Olimlar bu jonzotlarni o'rganib, bitta muhim xulosaga kelishdi. Hayot faqat qulay sharoitda emas, eng ekstremal muhitda ham mavjud bo'la oladi. Endi savol tug'iladi. Inson bu joyga tushganmi? Ha, lekin juda kam. 1960-yilda insoniyat tarixida ilk bor maxsus kapsulada Mariana botig'i tubiga tushdi. U yerda atigi bir necha soat qolishga muvaffaq bo'ldi. Chunki bu chuqurlikdagi bosim hatto kapsulani ham parchalab yuborishga qodir edi. Oradan 52 yil o'tgach, 2012-yilda